Hozirgi lavhamiz orqali yaqin tarixga sayohat qilamiz. Buxoro shahridagi Fayzulla Xo'jayevning uy muzeyi 19-asr me'morchiligining yorqin namunasi sanaladi. Umumiy maydoni 3 gektarga teng bo'lgan bino 2 qismdan ayollar va erkaklar hovlisidan iborat bo'lgan. Sayyohlar orasida juda mashhur bo'lgan bu tarixiy majmua 19-asr oxirlari Buxoro tarixi va madaniyati o'sha davrdagi savdogarlar hayoti, uy jihozlari va nodir san'at namunalari bilan tanishish imkonini beradi. Muxbirimiz Zilola Xudoyqulova mazkur manzilda bo'ldi. Fayzulla Xo'jayev uy muzeyi Buxoro shahrining qoq markazida joylashgan. Uning dastlabki egasi Ubaydullo Xo'jayev, ya'ni Fayzulla Xo'jayevning otasi. Uy 19-asrning 80-yillarida sotib olingan va qariyb 3 gektar maydonni egallagan. Sababi Ubaydullo Xo'janing oilasi katta bo'lgan va u shu hududni o'zida o'zining tadbirkorlik faoliyati, ya'ni qorako'l terilarga ishlov berish bilan ham shug'ullangan. Uyning kechmishi ham Fayzulla Xo'jayevning taqdiriga o'xshab ketadi. Uy sohibi qatag'onga uchragach, bu hovli qarovsiz holga tushadi. Turli tashkilotlar uchun boshpana vazifasini o'taydi. Yon atrofiga turli imoratlar quriladi. Hartugul keyinchalik ma'lum qismi saqlanib qoladi va saqlanib qolingan hududida uy muzey tashkil etilgan. Sharq an'analariga ko'ra mazkur xonadon ham 2 qismdan, ya'ni erkaklar va ayollar qismlaridan iborat bo'ldi. Bundan tashqari bu yerda xo'jalik ehtiyojlari uchun bir nechta xonalar, katta mehmonxona, kichik mehmonxonalar ham bo'lgan. Va eng qizig'i bu yerda o'ziga xos arxitektura yechimiga ega chiroyli, nihoyatda bahaybat ayvon bor va biz hozir uni tomosha qilish uchun kirib boramiz. Aslida bugungacha hovlining faqat ichki, ya'ni ayollar qismi yaxshi saqlanib qolgan. Tashqi hovlidagi ko'plab binolar buzilib ketgan. Biroq hovlining ayollar qismida saqlangan har bir xona sharq xalqlarining betakror turmush tarzi va qadriyatlari haqida so'zlaydi. Shu sabab xonadon Buxoro muzeylari orasida eng qadrli va sevimlisi sanaladi. Bu yerda qadimgi uy interyeri asosan ko'rsatilgan va o'sha qadimgi davrdagi eksponatlar haqidagi ma'lumotlarni bilib, nafaqat katta yoshdagi odamlar, balki yoshlarni ham juda ham tarixiy bilim beradigan joylardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda uy muzeyimizda 400 dan ortiq eksponat saqlanadi. Bular haqida biz uy interyeri, qadimgi uylarning ko'rinishi, o'sha davrlardagi foydalanilgan turli xil buyumlarni ko'rishimiz mumkin va bu albatta tariximiz haqida ma'lumotlar beradi. Xonalarda xorijiy davlatlardan keltirilgan buyumlar ham mavjud. O'rta Osiyoga temir yo'l o'tgani munosabat bilan savdogarlar uyida mahalliy hunarmandlarga tegishli bo'lmagan, ya'ni Yevropadan keltirilgan buyumlar paydo bo'la boshlagan. Asosiy katta va kichik tokchalarda xalq orasida o'zining chiroyi bilan mashhur bo'lgan va Xitoy, Yaponiya, Rossiya, Germaniyadan keltirilgan chinni buyumlar qo'yilgan. Ularning umumiy soni 120 taga yetadi. Aynan hozirgi uy muzeyida saqlanayotgan eksponatlarning ko'p qismi o'sha 19-20 asrlarga oid bo'lgan eksponatlar hisoblanadi, lekin bularning ko'p qismi aynan Fayzulla Xo'jayev oilasiga tegishli emas. Sababi ham bor, chunki o'sha davrda Fayzulla Xo'jayev oilasining bor mol-mulki davlat hisobiga musodara qilingan va aynan hozirgi kunda esa yagona saqlanib qolingan, aynan muzey uchun qadrli hisoblangan viloyat Xo'jayevaning haykalchasi ham o'z ekspozitsiyamizdan joy olgan. Boshqa eksponatlarimiz ham o'sha qadimda 19-asrlarda foydalanilgan uy ro'zg'or buyumlari, asosan hozirgi muzeyimizda uy ro'zg'or buyumlari saqlanadi, ya'ni uy interyeridan ma'lumotlar berilgan va o'sha asl eksponatlar juda ham qiziqarli hisoblanadi, ya'ni qadimda foydalanilgan eng qimmatbaho hisoblangan uy ro'zg'or buyumlarini ko'rishlari mumkin kelgan mehmonlar. 1925-yilda Xo'jayevlar oilasi Samarqandga ko'chib ketishgan va bu uy davlat hisobiga topshirilgan. 1980-yilgacha bu yerda maktablar, o'quvchilar uchun maxsus kurslar, arxiv, poliklinika, bolalar musiqa maktabi faoliyat ko'rsatgan. Bu uy bir necha marotaba qayta ta'mirlangan va ta'mirlash natijasida uyning naqshlari o'zgargan. Muzeyda 1990-yil qayta restavratsiya ishlari boshlangan va 91-yilda muzey o'z faoliyatini rasman boshlagan. Bugunga kelib Fayzulla Xo'jayev uy muzeyi xorijlik va mahalliy sayyohlarni eng ko'p o'ziga jalb qiladigan tarixiy maskanlardan biridir. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.